Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Tavakkal qilishlik nima degani? Tavakkalning ma'nosi nima degan savol kelibdi. Tavakkal qilishlik bu eng buyuk ibodatlardan. Alloh taologa qilayotgan ibodatlarimiz ichida mana bu tavakkul degan bir buyuk ibodat bor. Alloh taolo oyatda fa alayhi tavakkalu in kuntum muslimin. Agar musulmon bo'lsanglar, u zotga tavakkal qilinglar, Allohga tavakkal qilinglar dedi. Boshqa oyatda va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin. Allohgagina tavakkul qilinglar agar nima mo'min bo'lsanglar. Demak, iymonning shartlaridan bo'ldiki, mo'min kishi faqat Allohga tavakkal qiladi. Endi tavakkal qilishlik qanday bo'ladi desa, tavakkal deganning ma'nosi inson hayotida mana bu bo'layotgan ishlarda dunyoy oxiratdagi bir yaxshilik kelishligida yoki bir yomonlikdan qutulishlikda Allohga suyanib, barcha narsa Alloh tarafidan kelishligiga ishonib, odamlar tarafidan emas, balki Robbim tarafidan keladi degan narsaga chin dildan ishonib, mana shu kelgan narsalarga rozi bo'lib yashashlik mana bu tavakkaldir. Ya'ni biz hayotimizda bir narsaga erishmoqchi bo'lsak yoki biron narsadan qutulmoqchi bo'lsak, Alloh taolo buyurgan narsalarni qilib, shu Robbim shu meni qutqaradi yoki mana shu yaxshilikni Robbim beradi degan ishonch, mana shu narsaga ishonib Robbisiga suyanishlik mana bu tavakkaldir. Lekin tavakkal qilishlikni albatta shartlari bor. Birinchisini hozir aytganimizdek, bu chin dildan Alloh taologa ishonishlik, hamma yaxshilik Alloh taoloda tarafidan kelishligiga, Alloh taolo yaxshi narsa berishligiga ishonish, Alloh taolo yomonliklardan qutqarib panoh berishligiga ishonishlik va ikkinchisi sabablarni qilishlik. Ya'ni Alloh taolo meni qutqaradi, Alloh taolo menga yaxshiliklar beradi deb turib, olma pish og'zimga tush deb bir joyda o'tirishlik emas. Bu tavakkal emas. Tavakkal bu inson bir narsani qiladi-da, so'ng mana shu narsani qilgandan keyin natijasini Robbisidan kutadi. Ana sabablarni qilgandan keyin ana endi Robbimga tavakkal qildim, bu yog'ini Robbim saqlaydi dedi. Masalan, misol keltiramiz. Bir inson uzoq safarga chiqmoqchi bo'lsa, Allohga tavakkal qildim, inshaalloh yo'lda hech narsa bo'lmaydi deb uyida qachonlardan beri turgan masalan mashinasini minib ketmaydi. Bu tavakkal emas. Tavakkal qilishlik mana shu mashinani har tarafini qarab, to'g'rilab, ta'minlab, o'sha kamchiliklarni to'g'rilagandan keyin bo'ldi, endi yaroqlik, hamma narsasi yaxshi degan, yurishlikka yaraydi degan narsaga o'sha ko'rgandan keyin ana endi tavakkal qilib Robbisiga endi Alloh taolo mana shu sabablarni qildik, buzilmaslikka hamma bir sabablarni qilib qo'ydik, endi Robbim bizni saqlaydi. Mana shu sabab, mana shu men to'g'rilaganligim sababidan Robbim saqlaydi desa, mana shu tavakkul bo'ladi. Sabablarni qiladi-da, so'ng Robbimizga tavakkal qildik, bu yog'iga Robbim yaxshilikni beradi deb turib, so'ng yo'lga chiqadi. Xuddi shuningdek, inson bir yomonlikdan qutulmoqchi bo'lsa, Allohga tavakkal deb hech narsa qilmasdan o'tirmaydi. Dushman bostirib kelayotgan bo'lsa, bir narsa bir falokat kelishligidan, suv bosishligidan yoki biron narsa bo'lishligidan qo'rqib turgan bo'lsa, Robbimga tavakkal qildim, Alloh taolo o'zi saqlab qo'yadi deb aytilmaydi, balki sabablarni qiladi. Hamma qutulishlik sabablarini qilib qo'ygandan keyin endi Robbisiga ishonadiki, ey Robbim, mana shu sabablarni qildim, shu sabab meni saqlagin, o'zing o'z panohingda olgin deb turib, ana keyin Robbisiga nima suyanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari bo'lib turib ham Robbim saqlaydi deb turib jangga chiqqanlarida hamma narsasini tashlamaganlar, balki qalqon kiyib qo'llariga himoya qilinadigan narsalarni olib, qilishini olib, ana endi Robbimga tavakkal qildim deganlar. Va mashhur boshqa qissada ham bir sahobiyning oti qochib ketganida otini ko'chaga qo'yib kirib ketgandek oti qochib ketadi. Allohga tavakkal qildim, Allohga topshirdim deb kirib ketgandan keyin oti qochib ketadi. Shunda unga aytiladiki, otni qoziqqa qoqib, so'ng tavakkul qilgan. Otni qoziqqa qoqadi. Mana shu sabab bo'ldi, endi Robbisiga tavakkal qilib, Robbisiga shu narsani topshirib ketadi. Ana o'shanda Alloh taolo saqlaydi. Ammo sababsiz Allohga tavakkal qilishlik bu haqiqiy tavakkal emas. Ikkinchi tarafi,
Faqat sabablarni qilib Robbisiga tavakkal qilib qo'ymaslik ham bu ham gunoh. Ya'ni sabablarni qilib safarga chiqmoqchi bo'lsa, mashinasini har tarafini ta'minlab, hamma narsasini ko'rib turib, endi mashinam hech narsa bo'lmaydi, safarim aniq bir yaxshi bo'ladi, borib kelib salomat kelib olaman deb Robbisiga tavakkal qilmasa ham unda yana gunohkor bo'ladi. Balki sabablarni ham qiladi, so'ng Robbisiga ham topshirib tavakkal qiladi. Sababsiz tavakkal qilishlik ham xato. Tavakkal qilmasdan faqat sababiga bog'lanib qolishlik ham xato. Inson sababni qiladi, tavakkal qiladi, mana shu mu'minlarning sifati bo'ladi. Vallohu a'lam.